Endi shu va boshqa xabarlarning to'liq tafsiloti bilan tanishtiramiz. Kecha O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev kichik va o'rta biznes vakillari bilan uchrashuv o'tkazdi. Yurtimizda bu soha ish o'rni, investitsiya, innovatsiya, raqobat, qo'shilgan qiymat va eksportni ko'paytirishga eng katta turtki berayotgan yo'nalishga aylandi. So'nggi 5 yilda kichik va o'rta tadbirkorlar soni 2 karra ko'paydi. Ularda 10.500.000 odam, jami band aholining 74% daromad topib, ro'zg'or tebratyapti. Iqtisodiyot hajmining yarmidan ko'pi, sanoat va eksportning 1/3 shu soha vakillari hissasiga to'g'ri kelyapti. Ushbu raqamlarning o'ziyoq mamlakatimiz iqtisodiyoti uchun kichik va o'rta biznes qanchalik muhimligini yaqqol ko'rsatib turibdi. Davlatimiz rahbari shu bois bu yo'nalishni qo'llab-quvvatlash, bundan keyin ham davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lishini ta'kidladi. Mazkur uchrashuvdagi tashabbuslar mamlakatimiz jamoatchiligi tomonidan katta qiziqish bilan kutib olindi. Davlatimiz rahbari raisliklarida kichik va o'rta biznes vakillari bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda ularning faoliyatini har tomonlama qo'llab-quvvatlash va iqtisodiyotdagi rolini oshirishga doir qator masalalar ko'rib chiqilib, shularning ahamiyatlisidan biri sifatida demak yangi huquqiy institutning, ya'ni birinchi imkoniyat tamoyilining joriy etilishi va ahamiyatlidir. Xususan iqtisodiyotimizning yarmini, sanoat va eksportning 1/3 ta'minlovchi va qariyb 10,5 million aholimizni ish bilan ta'minlovchi bu sektor vakillarining salmog'i makro, ya'ni mamlakat darajasida salmoqli bo'lsa-da, quyi darajada, ya'ni aynan tadbirkorlik faoliyatini yurituvchi subyekt darajasida ko'rganimizda, demak bu juda katta bir mashaqqat, mehnatni talab etishini ko'rsatadi. Yangi tadbirkorlar oyoqqa turib olishi uchun, ayniqsa ular faoliyat boshlagan birinchi yilda har tomonlama qo'llab-quvvatlash juda muhimligi alohida ta'kidlandi va bundan buyon demak ilk bor ma'muriy huquqbuzarlik sodir etgan yoki bunga yo'l qo'ygan tadbirkorlarimizni javobgarlikdan ozod qilish masalasi ham demak ilgariga surilganligini e'tirof etish joiz bo'ladi. Ya'ni bir so'z bilan aytganda, yangi ish boshlagan tadbirkorlar birinchi xato uchun demak javobgarlikdan sug'urtalangan bo'lishi davlat tomonidan kafolatlanmoqda. Davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilgan bu tashabbus shak shubhasiz iqtisodiy taraqqiyotimizning lokomotivi bo'lmish kichik va o'rta biznes subyektlarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash borasidagi islohotlarimizning mantiqiy davomi bo'lib, tadbirkorlarimiz faoliyatini rivojlantirishni yangi bosqichga olib chiqadi. Biz hozirgi paytda O'zbekiston bozorini gullar bilan ta'minlayapmiz. Qo'l mehnati asosida 2021-yildan beri shug'ullanib kelyapman. Oxirgi yillarda prezidentimiz tomonidan berilgan ko'plab imtiyozlar meni juda ham xursand qilyapti. Kuni kecha prezidentimiz tomonidan tashkil etilgan kichik va o'rta biznes rivojlantirish bo'yicha muhim vazifalar belgilab berildi. Va bu biz tadbirkorlarga juda katta imkoniyatlar yaratib beradi. Soliq tomonidan ham, hokimiyat tomonidan ham, undan tashqari banklar tomonidan ham katta kreditlar, ayol tadbirkorlar uchun katta kreditlar ajratilyapti. Bulardan imtiyozli foydalanishni oldimga katta maqsad qilib qo'yganman. Undan tashqari kreditlar foizlari kam miqdorda takliflar bilan chiqyapti. Bu juda ham quvonarli holat.